Hurmatli kuzatuvchilar, hammanglarga assalomu alaykum. Qo'limda Honor kompaniyasining Camerafon flagman kuchli bo'lgan smartfoni Honor Magic 8 Pro turibdi. Bu smartfon yaqinda taqdim etilgan Samsung S26 Ultra ga juda ham katta raqobat bo'lar ekan. Chunki kamera ishqibozlari bu smartfonni suratga olishiga juda ham hayratda qolishyapti. Ayniqsa qorong'uda rasmga olishiga. Va shu qatorda Honor kompaniyasi O'zbekistonga birinchi marotaba rasman flagman smartfonni sotuvga olib kirdi. Chunki Honor modellariga kundan-kunga talab kuchayyapti. Agarda Instagram sahifamni ko'rgan bo'lsangiz, men bu smartfonni shunchaki raspakovka qilib video reels joyladim. Ana o'sha kundan beri men bu smartfonni ishlatib, test qilib kelyapman. Xullas, bugungi videoda bu smartfon haqida sizlarga to'liq gapirib beraman. Bu smartfonning kamerasi rostdan ham hammani hayron qoldiryaptimi? Ishlash potensiali qanaqa? O'yinlarda o'zini qanaqa ko'rsatadi? Umuman olganda bu smartfonni sizlarga bugun to'liq obzor qilib beraman. O'rtoqlar, o'zim ham bu videoda Samsung S26 Ultra bilan kamera bo'yicha taqqoslab ko'rmoqchi edim, lekin menga boshqa g'oya kelib qoldi. Ya'ni g'oya shundan iboratki, men keyingi videoda agarda bu mavzu sizlarga rostdan ham qiziq bo'lsa, mana shu video layklarini juda ham ko'p qilib bersanglar, men keyingi videoda qaranglar. Honor Magic 8 Pro, Samsung S26 Ultra va iPhone 17 Pro Max'larni kamera jangini sizlarga o'tkazib beraman. Esingizda bo'lsa, men bunaqa videodan 2 marotaba tayyorlagan edim. Aynan o'rtoqlar xuddi shu formatda, ya'ni bitta kadrda 3 ta smartfondan olingan videoni ko'rib turasiz. Mana shunaqa chiroyli bir battle o'tkazamiz. O'rtoqlar, sizdan esa like va kommentlar bilan qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Mendan esa sifatli va qiziqarli kontent. Keling, birinchi bo'lib komplekti bilan tanishib ketaman. Bu smartfonning korobkasidan nimalar chiqadi? Misol uchun Instagramda ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Men sizlarga hozir birma-bir ko'rsatib beraman. Mana bu chexolli qog'ozi, mana bu smartfonniki kravatchasini olamiz. Xo'p, mana bu korobkani ichidan chexol chiqardi. Mana silikonli, mana shunaqa. Ichki tarafi o'rtoqlar ozgina g'adir-budur ekan. Xo'p, endi buni olamiz va o'rtoqlar, menga mana shu narsa juda ham yoqdi. Ya'ni Honor Magic 8 Pro da 100 wattli tezkor adapter chiqadi. Ya'ni smartfonni sotib olasiz, sizda adapter olish kerak degan, misol uchun ortiqcha $20, $30 xarajat yo'q. Va o'rtoqlar, kabel endi hamma smartfonda bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, komplektimiz shundan iborat. Siz ortiqcha hech qanaqa chexol, adapter degan rasxodlarni qilmaysiz. Keling, endi Honor Magic 8 Pro ni dizayn va ergonomikasi haqida gaplashamiz. Birinchi e'tiborimni tortgan bu uning ramkasi va undagi qo'shimcha knopka. Honor Magic 8 Pro ramkasi metaldan, smartfon ushlaganda haqiqiy premium darajani his qilar ekansiz. Mana bu qo'shimcha knopkamiz esa juda ham qulay joylashgan bo'lib, bir marta bossangiz kamerani ochsangiz bo'ladi va uni bosib turadigan bo'lsangiz AI ishga tushadi. Keyin bu knopkani AI ga tegishli boshqa funksiyalarni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. O'zi aslida bu knopka AI knopka hisoblanadi. Orqa panel shishada va shayba kamera dizaynga ega. Smartfon 8 mm qalinlikda va unchalik ham og'ir emas. Bor yo'g'i 219 gramm tashkil qiladi. Men bu modelning ergonomikasini juda ham yaxshi his qildim. Qo'lga qulay va yoqimli. Ayniqsa burchaklari yumaloq ekanligi smartfonni chexolsiz ishlashga undaydi. Agarda men bu smartfonni sotib olganimda hech qachon chexol taqmagan bo'lardim, chunki bu smartfonni chexolsiz ishlatish o'zgacha yoqimli ekan o'rtoqlar, chunki meni qo'limga juda ham qolipdek tushib oldi. Ayniqsa mana bu burchaklar yumaloqligi, ramkani ingichkaligi, ya'ni o'zi umuman smartfonning ergonomikasi menga juda ham yoqdi. Ayniqsa mana bu shayba kameraga qo'lim tegib turishi, mana bu holat menga juda ham zo'r komfort beradi. Xullas, dizayn va ergonomikasida menda yaxshi taassurotlar qoldi. Smartfonni displeyga to'xtalamiz. Bu modelda 6.7 dyumli super dynamic yorqin OLED displey turibdi. Men bu modelni test davomida yorug' kunda ko'proq ishlatib ko'rdim. Misol uchun Telegram yoki Instagramdan ko'proq foydalanib ko'rdim. O'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi. Chunki bu smartfonning displeyi maksimal 6000 nit, HDR, Vivid va Dolby Vision ham qo'llab-quvvatlaydi. Media uchun juda ham yaxshi. Ya'ni video yoki biror bir kontent iste'mol qilayotganda videolarni sifatli tomosha qilasiz. Displey ramkasi korpusning 89% ni egallagan. Ko'rib turganingizdek, displey ramkasi qalin emas. Yangilanish tezligi 120 Hz qo'llab-quvvatlaydi va shu bilan birga 1 Hz dan 120 Hz gacha o'zini o'zi adaptatsiya qiladi. Bu narsa batareykani ancha ekonom qilib beradi. Displey himoyasiga kelsak, Honor Nano Crystal Shield texnologiya asosida himoyalangan va bu smartfonimizda 5 yulduzli SGS sertifikatiga ega. Yanada soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, smartfonning displey himoyasi juda ham mustahkam. Suvga chidamliligi maksimal darajada ekan, IP68 va IP69K sertifikatiga ega. Ya'ni 85 gradus qaynoq suvga ham va bosimli suvlarga ham bardosh bera oladi. Endi displeydagi juda ham bir qiziqarli funksiyani ko'rsataman. Bilasiz, mashinada ketayotganingizda telefon ishlatsangiz chayqalayotgandek tuyuladi, ko'z charchaydi. Honor Magic 8 Pro da maxsus harakatda stabilizatsiya funksiyasi bor. Uni yoqadigan bo'lsangiz, ekran sizning ko'zingizga qarab turib harakatlanadi va moslashadi. O'shanda siz bemalol mashinada ketayotganingizda smartfondan foydalansangiz bo'lar ekan. O'rtoqlar, bu smartfonni men test davomida bitta narsani sezdim. Smartfonning displeyi juda ham yorqin va ranglarni sizga yoqimli ko'rsatib berar ekan. Bu smartfonning displeyi haqiqiy flagman displeyi. Keling, endi hammaga qiziq bo'lgan smartfonni
kamerasi haqida gaplashamiz. Bu model 3 ta kamera bilan jihozlangan. Asosiy kamera 50 megapiksel, sherik kamerasi ham 50 megapiksel, teleobyektiv kamerasi 200 megapiksel. Bu smartfonimizning hattoki selfie kamerasi ham o'rtoqli 50 megapiksel ekan. Video yozishi 4K 120 fps gacha bemalol video yoza oladi. Ya'ni siz bu modelda slow motion kadrlarni bemalol suratga tushirsangiz bo'ladi. Maksimal zoomga keladigan bo'lsangiz, fotolarda 100 marotaba, videoda esa 15 marotaba yaqinlashtirib videoga olsa bo'lar ekan. Smartfonni kamerasini test qilib ko'rdim. Foto, videolar syomka qilib ko'rdim. Marhamat, video va foto sifatiga o'zingiz kommentariyada baho bering. 4K 60 fps ga qo'yilgan kamera testini boshladim o'rtoqlar. Xullas mana shunaqa sifatda video syomka qiladi. Ranglarni juda ham yaxshi ajratib beryapti. Osmon rangi, qizil va yashil hudud. Menga eng yoqqan jihatlardan biri mana bunga qaranglar o'rtoqlar. Autofocusga qaranglar. Autofocus juda ham zo'r ishlayotgan o'rtoqlar va ishlaganda ham orqa fonni, ya'ni blurni juda ham a'lo darajada qilib beryapti. Obyektni ushlab olib, qaranglar, detalizatsiya qilishni qaranglar, hamma joyini zo'r ko'rsatib beryapti. Misol uchun mana hozir umumiy kadr, mana bu joyda hozir autofokus ishlayapti. Obyektni ushlab oldi va detalizatsiya qilishiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Xullas o'rtoqlar, bu smartfonni men kecha ham syomka qilganman, yomg'irda test qilganman. Atidan yomg'irda qanaqa syomka qiladi va aynan o'sha yomg'irda zoom imkoniyatlaridan foydalanib test qilganman. Hozir videoda shu joyini sizlarga ulab beraman. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'sh, o'rtoqlar, endi smartfonni kamerasiga zoom imkoniyatini tekshiramiz. Hozir 0.5 ta turibdi, ya'ni sherik kamerada video olman. Hop, mana buni 1 ga qo'yamiz. Mana bu 1 standart holatda, bu 2 optik zoom, mana bu 3.7 optik zoom sifatida ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi ko'rsatib beryapti. Endi sifroviy holatda sekin yaqinlashtirishni boshlaymiz. Hop, birinchi navbatda biz 10 ga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu 10 marotaba yaqinlashtirilgan kadrni ko'ryapsiz. Xullas, ko'rayotganingizdek juda ham zo'r detalli qilib beryapti. Yozuvlari yaxshi, tushunarli olib beryapti. Qaranglar. 0.5, hozir 0.5 ga qaytaraman. Ko'ryapsizlar masofani. Endi 15 ga qo'yaman. Mana bu 15 marotaba yaqinlashtirilgan holati. Ko'ryapsizlar, o'rtoqlar, detalizatsiya binoni burchaklari bilan juda ham zo'r olib beryapti va ichki tarafni ham, ya'ni tomi ochiq ekan, ichki tarafni ham juda ham yaxshi olib beryapti. Mana bu joyda ham bitta yozuvni ko'ramiz. Masalan, Hilton'ni yozuvini yaqinlashtiramiz. 15x. Hop, oynasini ko'ramiz va ko'rayotganingizdek binoni burchaklarini juda ham zo'r yuvormasdan detalizatsiyani yaxshi chiqarib beryapti. Xullas o'rtoqlar, kamerada men juda ham yaxshi fikrdaman. Zoom imkoniyatlari juda ham o'zgacha. Bu modelning selfie kamerasiga ham o'rtoqlar juda ham katta e'tibor qaratilgan. Chunki 50 megapiksel 4K 60 fps da bemalol video syomka qiladi. Xullas, selfie kameramizni mana shunaqa sifatda video syomka qilar ekan va mikrofon, ya'ni ovoz yozib olishiga alohida e'tibor qaratinglar. Misol uchun boya zoom imkoniyatini tekshirganda ham o'zini mikrofoniga yozdim, ya'ni zavodskoy mikrofoniga yozdim. O'zimdan misol uchun mikrofon qo'shmadim. Mana bu holatda ham hozir o'zini zavodskoy mikrofoniga yozilyapti. Menga bu kameraning ovoz yozib olish xususiyati ham juda ham yoqdi. Chunki juda ham sifatli va ovozi toza yozyapti. Xullas, kamerada shunaqa gaplar. Endi bu modelni qorong'ida video syomka qilib test qilib ko'raman. O'rtoqlar, sifat nima deyapti? Qorong'ida men o'ylashimcha o'zini juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Keling, biron bir yozuvni yaqinlashtiramiz. Masalan, mana bu joyda mana style degan yozuv bor ekan. 3.7. Optический 3.7 da syomka qilibdi. Mana bu hozir 10 ga qo'yamiz. Mana 10 marotaba yaqinlashtirilgan telefon nomeri ko'ryapti. Bilsa bilan reklama bo'lib ketdi. Murskoy salon ekan. Hop, yana bu yo'ga mana luxury sales, repair, purchase telefon nomerlar o'rtoqlar. Qorong'ida smartfon o'zini juda ham zo'r ko'rsatdi.
Smartfonni kamerasi bo'yicha fikrimga to'xtaladigan bo'lsak, masalan, professional fotografni qo'liga mana shu smartfon tushib qolsa, o'zini ishlatib yurgan smartfonni aniq sotib yuborib, mana shu smartfondan olsa kerak. Chunki o'rtoqlar, rasmga olishida o'rtoqlar men bunaqa sifat kutmagan edim. Ayniqsa qorong'uda zoom qilganda, ya'ni yaqinlashtirganda juda ham zo'r va sifatli rasmga olib beryapti. Detalizatsiyani umuman gapirib bo'lmaydi o'rtoqlar. Va o'rtoqlar videoga olishda ham, ya'ni yaqinlashtira olma, video titrab ketmayapti. Obyektiv juda ham yaxshi ushlab beryapti. Xullas o'rtoqlar, men video va fotolarda bu smartfonda juda ham yaxshi natijalarni ko'rdim va juda ham yaxshi taassurotlar qoldirdi. Chunki o'rtoqlar, bu smartfonda eng oxirgi texnologiya, ya'ni CIPA 605 texnologiyasi turibdi. Qisqa qilib aytganda, bu texnologiyaning asosiy vazifasi, ya'ni CIPA 605 sizning kamerangizni har qanaqa silkinish va qaltirashdan himoya qilib beradi va eng qiyin sharoitda ham, ya'ni tunda, harakatda yoki uzoqni suratga olganda xatosiz, tiniq va detalizatsiyani juda ham zo'r ushlagan holatda professional darajada suratga olishga yordam beradi. Endi smartfonda yuragi bo'lgan protsessor haqida gaplashamiz. Bu modelda Qualcomm kompaniyasining eng oxirgi modeli 3 nanometrli Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessor turibdi. Tezkor xotirasi 12 GB. GPU, ya'ni grafik protsessor esa Adreno 840 bilan jihozlangan. Keling endi bu modelni game test qilib ko'ramiz. To'la game testni PUBG o'yinidan boshladik. Qaranglar, o'ynalishini juda ham qilamli va juda ham tezkor va o'rtoqlar, bu model ko'rishingiz mumkin, ultra ekstremni to'liq qo'llab-quvvatlayapti. Ya'ni 120 FPS ni ochib beradi. Yana bitta zo'r tarafi, agarda maksimum grafikaga qo'yadigan bo'lsa, 90 FPS o'ynalar ekan. Ya'ni mana shunaqa qaranglar, hozir kinoshni grafikada 90 FPS da bemalol o'ynasangiz bo'lar ekan, xullas bu modelda. Va o'rtoqlar, boshqa flagmanlar singari mana bu joyda Game Manager bor. Bu joydan o'yinga tegishli ba'zi nastroykalarni mana shu joydan bajarsangiz bo'ladi. Masalan, o'yinga qarab turib, har xil filtrlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun ko'rasizlar, rangi ozgina o'zgardi. Keyin o'rtoqlar, yana juda ham boshqa foydali funksiyalari ham bor ekan. Xullas o'rtoqlar, PUBG da 120 FPS ni to'liq qo'llab-quvvatladi. Call of Duty o'yinini test qilib ko'rdim, o'zini yaxshi ko'rsatdi. 120 FPS ni ochib beryapti. O'rtoqlar, nastroykani ochadigan bo'lsa, ya'ni qaysi grafikagacha qo'llab-quvvatlaydi, shuni ham ko'rib chiqamiz. Masalan, hozir Visoki deb turibdi, mana Visoki kачество va o'rtoqlar FPS, ya'ni частота kadr ultra da turibdi. Bu juda ham zo'r. Masalan, hozir buni o'shin Visokiga qo'yadigan bo'lsa, misol uchun ultra da turibdi, buni ham ko'taryapti. Ya'ni agarda maksimalga qo'yadigan bo'lsa, misol uchun ultraga qo'ysa, sredniga o'tib qoldi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgani, o'shin Visokida siz ultra FPS da bemalol o'ynaysiz bo'ladi. Endi hozir o'zgarmaydi. Bu nastroykalar qilgandan keyin bitta kirib chiqish kerak bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgani, ultrada o'shin Visokida bemalol bu o'yinda o'ynaysiz bo'lar ekan. Xullas, Call of Duty'da o'zini juda ham zo'r ko'rsatdi. E-futbol ham o'ynab ko'rdim. O'rtoqlar, xabaringiz bo'lsa kerak, bu juda ham og'ir o'yinlardan bittasi bo'ladi. O'rtoqlar, bu smartfonda mana shu futbol o'yini o'ynab ko'raman. O'zini juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Qochishlar, laglar kuzatilmadi. Ko'rayotganingizdek, juda ham yaxshi o'ynalyapti. Va o'rtoqlar, mana shunaqa og'ir o'yinlarni ham o'ynasa bo'ladi bu modelda. Xullas, ko'rayotganingizdek, ya'ni asfalt o'yinoma eng oxirgi versiyasini juda ham zo'r o'ynalyapti. Laglar yo'q. Hammasi juda ham yaxshi. Xullas o'rtoqlar, o'yin taraflama bu smartfonda hech qanaqa muammo yo'q. Smartfonni AnTuTu'da test qilib ko'rdim. 3.600.000 ball yig'di. Bu juda ham zo'r natija. Mana shu AnTuTu testida smartfonning batareyasi bor yo'g'i 6% zaryadga ketdi. Ya'ni bilsanglar kerak, AnTuTu testida smartfon bor kuchi bilan ishlaydi, hamma nagruskani bitta joyga tashiydi. Mana shu holatda smartfonning 6% zaryadga ketishi bu juda ham yaxshi. Va qizish holat ham unchalik kuzatilmadi. Misol uchun smartfonni qo'limga ushlaganimda ba'zi smartfonlar bor, AnTuTu testida juda ham qizib ketadi. Lekin bu modelda men qizish holatini kuzatmadim. Operatsion tizimi Android 16 Magic OS 10 versiyasida taqdim etildi. Honor kompaniyasi anchadan beri o'zining obolochkasiga ancha yangiliklar kiritib kelyapti. Chunki interfeys ishlashi juda ham yaxshi va hamma narsa tushunarli. Yosh kattalar ham, yosh kichiklar ham bemalol ishlatishyapti. Honor kompaniyasi mana shu model uchun, ya'ni Honor Magic 8 Pro uchun 7 yil davomida yangilanish kelishi va'da berdi. Interfeys ishlashiga keladigan bo'lsa, bir so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Men bir necha kundan beri bu smartfonni ishlatib yuraman. Qotish degan narsani umuman kuzatmadim va o'rtoqlar, ilovalarni ochilib yopilishi ham juda ham tezkor va o'zini juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Magic OS 10 operatsion tizimida ishlaydi. O'rtoqlar, boya aytganimdek, bu smartfonimizni va o'rtoqlar eng oxirgi protsessorni qabul qilib olgan va o'rtoqlar, sviyaz yaxshi bo'lish uchun C1 Plus protsessor bor. Ko'rishingiz mumkin. Misol uchun yanada chipga motions qo'shib beradigan E2 qo'shimcha protsessorlar ham bor. Xullas o'rtoqlar, umuman olganda smartfonda, ya'ni smartfonni ishlash potensiali juda ham yuqori desak ham bo'ladi. Va o'rtoqlar, panelni ochadigan bo'lsak, mana shunaqa защита зрения degan funksiyasi bor ekan. Misol uchun buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, ko'zingizni maksimal darajada himoya qilib beradigan mana shunaqa funksiyalari ham bor ekan. Mana bu funksiyani boy etdim, mana bu joyga ham joylashtirib qo'yishgan. Ya'ni mashinada ketayotganingizda buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun smartfon sizni ko'zingizga o'zi adaptatsiya qilib ishlab berishga harakat qiladi. Xullas o'rtoqlar, interfeys ishlashi va smartfonni ishlash potensiali menga juda ham yoqdi. Bu smartfonda laglar, qotishlar degan narsalar umuman begona.
Smartfondagi Face ID eng oxirgi texnologiya, juda ham tez va plavni ochiladi. Qaranglar, misol uchun mana hozir blokda ma'ni ko'radi, juda ham plavni ochib beradi, juda ham tezkor ochib beradi. Va o'rtoqlar, eng oxirgi texnologiya bo'lganligi uchun bu Face ID ni aldab bo'lmaydi. Masalan, sizning rasmingiz bilan bu smartfonni aldab telefonni ochib bo'lmaydi. Xullas, mana bu joyda 3D chuqurlik sensori turibdi. Muncha-munchaga o'rtoqlar bu smartfonni aldash qiyin, ya'ni Face ID bilan blokировkadan ochib olish qiyin bo'ladi. YouTube'da ko'rgan bo'lsangiz kerak yoki Instagramda ba'zi modellarni rasm bilan ochib yuborishdi, lekin bunaqa nayranglar bu smartfonga o'tmaydi. Xullas, Face ID eng oxirgi texnologiya. Endi Honor modellari ma'lumotlarni, ya'ni foto, videolarni bemalol iPhone bilan bir-biriga ulashsa bo'ladi. Qaranglar, mana shu rasmni hozir osonlik bilan iPhone ga o'tkazaman. Faqat iPhone da mana shu Honor Connect degan ilovani, mana shu ilovani ko'chirib olish kerak bo'ladi. Ilovaga kiramiz va o'rtoqlar, mana bu joyda men hozir mana iPhone 7 Pro Max ni tanlayman. Qarang, iPhone ga hozir udamleniya keladi. Mana ko'rasizlar. Hop, zaverishni bosadigan bo'lsak, bo'ldi, iPhone ga rasm o'tib bo'ldi juda ham tezlik bilan. Endi qarang. Hop, kiradigan bo'lsak, mana ko'rayotganingizdek, mana shu rasmni osonlik bilan iPhone ga o'tkazdim. iPhone dan ham xuddi shunaqa bemalol Honor smartfonlariga o'tkazsangiz bo'ladi. Honor Magic 8 Pro AI bo'yicha ham ancha yaxshilandi. Keling, bu smartfonni ba'zi AI qobiliyatlarini ko'rsatib beraman. O'rtoqlar, bu modelda AI tarjimon bor. Ya'ni mana hozir telefon, ya'ni qo'ng'iroq ketyapti, mikrofonlarni atidan o'chirib qo'ydim. Hozir yoqsam har xil gaplarni gapirib, mana gaplarimni tarjima qilib tashyapti, shuning uchun o'chirib qo'ydim. Xo'p, men sizlarga nimani ko'rsatmoqchiman? Qaranglar. Siz kim bilan gaplashyapsiz? Qaysi davlatdagi odam bilan gaplashyapsiz? Mana shu joydan tanlasangiz bo'ladi. Masalan, bu joyda mana Malayziya bor, Nemetskiy bor, misol uchun Ruskiy, Ruminskiy va juda ham ko'pda o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Turetskiy bor ekan, Arabskiy bor, Koreyskiy, xullas hammasi bor. O'zingiz keraklik tanlaysiz, mana bu joyda o'zbek tilini qo'yib olasizda. Endi qarang, sizga u odam gapirgandan keyin siz uni gaplarini sizga tarjima qilib beradi. Xohlasangiz buni yozma ravishda ko'rasiz bo'ladi, xohlasangiz audio shaklda sizga tarjima qilib turadi. Bu juda ham zo'r va 100% ishlaydigan qulay narsa. Xullas, chet elliklar bilan gaplashayotganda sizga juda ham kerak bo'ladigan funksiya. Mana bu AI knopkaga o'rtoqlar juda ham ko'p funksiyalarni qo'shsa bo'lar ekan. Honor AI degan bo'limi bor. Knopka AI ochamiz, ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, bu joydan korotka, ya'ni qisqa bir marta bosganda nima ochilishini misol uchun kameraga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi va ikki marta bosganda mana bu joydan ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p funksiyalarni ishlatsangiz bo'lar ekan yoki uzoq vaqt bosib turganda o'rtoqlar nima funksiya ishlashini ko'rsatib bersangiz bo'lar ekan. Xullas, bu knopkada o'rtoqlar shunaqa narsalar bor ekan, ya'ni o'ziga kerakli AI ga tegishli funksiyalarni joylashtirib olsangiz bo'lar ekan. Xullas, mana masalan AI fotoni tanlaydigan bo'lsa yoki mana bu joydan Honor AI tanlaydigan bo'lsak, buni bosib qo'yamiz. Endi bosib turadigan bo'lsak, mana sizga Honor AI ishlashi. Xullas, o'rtoqlar, bu knopka juda ham foydali va kerakli knopka. Sun'iy intellekt orqali rasmlarda juda ham qiziqarli ishlarni bajarsa bo'ladi. Misol uchun AI redaktor ochadigan bo'lsak, ko'rayotganingizdek juda ham ko'p funksiyalari bor. Agarda hammasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtoqlar, bizani videomizga yetmaydi. Misol uchun qisqacha tushuntirib ketaman. Mana bu joydan siz rasmni stilini o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana shunaqa chorniy bel yoki mana shunaqa multfilm ko'rinishga keltirsangiz bo'ladi. Hop, mana bu joydan upscale, ya'ni boshqa Honor modellarida ham bor edi bu narsa. O'rtoqlar, upscale orqali xiraroq rasmni siz yanada tiniqroq qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqa AI orqali rasmlarga sifat qo'shsangiz bo'ladi. Mana bu lastik o'rtoqlar new yozib qo'yibdi. Bu yerda har xili bor, ya'ni misol uchun obyektni o'zi aniqlab oladi yoki o'zi chizib olsangiz shu joyini o'chirib olsangiz bo'ladi va odamlarni o'zi belgilab o'chirib oladigan funksiyasi bor. Xullas, o'rtoqlar, AI bo'yicha rasmlarda juda ham qiziqarli funksiyalari bor. Honor Magic 8 Pro ga AI bo'yicha juda ham foydali funksiya qo'shilgan, ya'ni deepfake. Masalan, biron bir mashinik sizga telefon qilyapti-da, sizni tanishingizni ovozini o'zgartirib, siz misol uchun o'shanga o'xshatib sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin, biron bir kartasiga pul so'rashi mumkin yoki yordam so'rashi mumkin. Ana shunaqa holatlarda bu model u odam, ya'ni qo'ng'iroq qilayotgan odam realmi yoki real emasmi, sun'iy intellekt bilan qilyaptimi yoki haqiqiy odam qilyaptimi aniqlab beradi va agarda biron bir narsa sezadigan bo'lsa, aniqlasa displeyga chiqarib turadi. Bu mashinik, bu fake qo'ng'iroq bo'lyapti, bundan ehtiyot bo'lganini ogohlantirish beradi. Xullas, bu modelda aynan mana shunaqa himoya tizimi bor. Honor Magic 8 Pro ning отпечаткasi ultrasound texnologiya asosida jihozlangan. Juda tez va juda ham yoqimli ochiladi. Va bu smartfonni dinamikasi esa stereo dinamikalar bilan jihozlangan. Keling, test qilib ko'ramiz. Smartfonni dinamikasiga alohida e'tibor qaratishdi. Bu smartfonda Honor Surround Subwoofer degan texnologiya turibdi. Keling, birga eshitib ko'ramiz. Hozir bitta muzika tayyorlab qo'yganman. Play bosamiz.
Gap yo'q o'rtoqlar. Baslarni juda ham yumshoq va o'rtoqlar ovoz, ya'ni ovoz sifatini ham juda ham baland bo'lib ketmayapti. O'zini me'yorida ushlab turibdi. Menga misol uchun dinamikasi juda ham yoqdi. Albatta siz ham o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Smartfonning batareykasini umuman eplab bo'lmayapti. Chunki o'rtoqlar bu smartfonda 7100 mAh batareyka turibdi va kremniy uglerod texnologiyasidagi 3-avlod batareykasi turibdi. Va o'rtoqlar bu smartfonni men batareykasini bir kun ishlatib ko'rdim. Natija mana bunday. Soatimizda o'rtoqlar 11 dan 10 daqiqa o'tdi. 5-mart. Batareykamiz 100%. Hop, bu smartfonni men kechqurunga 12 gacha bosib ishlataman. Qani ko'ramiz, necha foiz qolarkan yoki o'charmikin balki. Xullas, Telegram akkauntlarimni ham ulab olganman. Ya'ni kun bo'yi Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarimda shu smartfonni ishlataman, video ko'raman, o'yin o'ynayman. O'yinlar ko'chirib qo'yganmiz. Ko'ramiz batareykasi qanchalik yetib berar ekan. To'la batareykani ham test qildim. Mana soatimiz 1:40, ya'ni 6-fevral уже 5-da boshladim. Ertalab soat 11da test qilishni 6-fevral mana ko'rishingiz mumkin. Batareykamiz hop ko'ramiz 36% qolgan. 36% qolgan. Soatimiz 1:40 va 6-martga o'tdi. Hop, qaranglar, men bu smartfonda nimalar qildim? Hop, YouTube'ga video qo'ydimda 4 soat, 5 soat to'g'ri o'zim boshqa ishlar misol uchun band bo'ldim, lekin YouTube'ga video qo'yib qo'ydimda, yarkislarni baland qilib, ovozlarni chiqarib qo'yib qo'ydim. Taxminan 4 soatcha YouTube'da video ko'rildi. Keyin o'yin o'ynaldi. Bir 2,5 soatcha, 3 soatga yaqin o'yin o'ynaldi. Keyin har doimgidek oldingi videodan shu ish qilganman. Video zapisi bosdim, 1 soatdan oshiq turdi. Keyin o'zim ham ozgina kamerasini ishlatdim, ya'ni rasmlarga oldin ozgina kamerasini test qilib, o'zi ancha oldin test qilib bo'lgan edim. Yana ozgina foto suratlar olib, ozgina test qildim. Kundalik hayotda baribir siz unaqa soatlab video olmaysiz, soatlab o'yin o'ynamaysiz yoki YouTube'da 4 soatlab video ko'rmaysiz. Bu degani mana hozir 36%, mana ertangi kunga o'tdi. Kun bo'yi yetib bersa, bu degani 2,5 kunga bu smartfonning batareykasi bemalol yetib beradi. Agarda siz standart holatda ishlatadigan bo'lsangiz. Xullas, smartfonning batareykasidan meni ko'nglim to'ldi. Chunki o'rtoqlar batareyka o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi va bu smartfon 100 watt adapter orqali taxminan 52 yoki 55 daqiqa atrofida to'liq to'ldirish imkoniyatiga ega. Yana bitta zo'r fishkasi bespirodno 80 wattgacha zaryadga olar ekan. Xullas, o'rtoqlar bu smartfonni sotib olgan odam batareykam unaqa, batareykadan nolish degan narsani unutadi. Mana o'rtoqlar, sizlar kommentlarda juda ham ko'p so'ragan smartfonni obzor qilib berdim. Bu smartfonni sizga nimasi yoqdi va bu smartfonni nimasi sizni e'tiboringizni tortdi? Albatta sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq bo'ladi. Agarda meni fikrimga to'xtaladigan bo'lsak, ochig'i men bu smartfonga juda ham o'rganib qoldim. Chunki bu smartfonni emas 1 kun emas, 2 kun emas, bir necha kunlardan beri ishlatib yuraman. Hattoki buni ergonomikasi meni qo'limga juda ham moslashib ketdi. Smartfon yomon emas, men bu smartfon haqida juda ham zo'r fikrdaman. Eng oxirgi protsessor, ramkasi metallar, 2 megapiksellik kamera, misol uchun kamerasi keladigan bo'lsa, do'stlarim bilan biron bir joyga borganimizda bu smartfon doim yonimda yurdi va ularni rasmiga olib ko'rdim. Qorong'uda, portret rejimda olib ko'rdim. Rasmni ko'rib, iltimos mana shuni menga fayl qilib tashlab ber. Rasm menga juda ham yoqdi deb aytishdi. Aytmoqchi bo'lganim, kim bu smartfonni rasmga tushsa, rasmga olishi hammaga yoqdi. Xullas, o'rtoqlar, bu smartfon haqiqiy kamerafon smartfon deb hisoblayman. Agarda bu video sizga yoqqan bo'lsa, like va komment orqali sahifamni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Bu siz uchun arzimagan narsa, men uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Va o'rtoqlar, bu videoni mana shu kunlarda flagini sotib olmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Balki ular mana shunaqa smartfon qidirayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, o'rtoqlar, keyingi videolarda bu smartfon ishtirokida kamera batallarini ham sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.